Mana bozorliklarda ham qilib oldik. Nimalar oldik ko'ringchi. Mana 2 reshotka tuxum, 4 ta katta non. Reshotka tuxumni 1,5 ming so'mdan o'sha bolani ko'rsatdim, o'shanda olasizlar. 4 ta non 10 ming so'mdan berdi. 12 minglik nonlarimiz, mana nonlarimiz juda ham chiroyli. Keyin sgushenное молоко. Buni ham tashidim. Nima qilganda mana bunaqa sirni, slivichniy sir, plavlenniy sir. Buni dadam ham men ham yaxshi ko'ramiz zavtrakka bular. Keyin mana bunaqa 6 dona oldim bundan. Tvorожный pasta mana o'sha joydan oldim, vashi zo'r. Mana 6 dona oldim. Bu dadam har kuni nimadan keyin, asrdan keyin yeydilar. Anaqa qatiq, uy qatig'i 4 banka oldim. Keyin esa tovuq oldim, 4 kilo oldim. Semichka oldim, 50 mingga oldim. Keyin esa olma oldim. Rosa ham yaxshi, mana olmalarni qaranglar, rosa zo'r olmalar. Voy, maza qilaysizda. Mana olmalarimiz rosa ham yaxshi. Keyin anor qancha oldi desangiz 10 kilo oldim. Chunki bizlar rosa dadam ham anor yaxshi ko'radilar, o'zim ham 10 kilo oldim. O'sha bitta boladan olamiz. Doimiy rosa ham arzon qilib beradi. Qarang, qimmat oldimmi, arzon oldimmi? Anorni 25 ming so'mdan oldim kilosini. Tuxumni donasini 1,5 ming so'mdan oldim. Olmani 13 mingdan oldim. Nonni 10 mingdan oldim. Tovuqni 33 mingdan oldim. Semichkani yarim kilo bo'lsa kerak u. 1 kiloni 50 mingga oldimda. Qatiqni esa 10 ming so'mdan oldim. Tvorожный pastani esa домашний qatiq, домашний. 7 ming so'mdan oldim. Buni qancha dedi? 100 qancha ham dedi-da, shu slivichniy bilan shu qarang. Bu keyin slivichniy, mana bu tvorожный 6 ta bilan mana bu slivichniy plavlenniy sir, keyin esa moloko 138 ming bo'ldi. Qimmatmi, arzonmi? Sizlarda qanaqa narxlar? O'shalarni tashib yuborasizlar degan umiddaman. Mana bugun kelinglar. Mazza hozir ovqat pishiramiz chiroyli qilib. Kelinglar, mehmonga kutaman sizlarni. Alloh panohida bo'linglar. Hammada shunaqa to'kin sochinlik bo'lsin. Bizda bilasizmi, har doim yangi, nima deydi, свежий produktlar biz dehqon bozorda, Angren dehqon bozoridan qilamiz. Sizlar qayerdan qilasiz? Yozib yuboring shuni.